Menga virusga bering aka. Viruslar. Ha, shu. Bu bo'ldimi akasi? Maşallah. Yumshoq go'sht. Ko'rinishi yaxshi. Orqasini ko'rsang. Bu orqasi. To'g'ri. Bu yo'qlari. Sizga tozalab beramiz. Aka, bizacha bundan uyg'urchalar bilan tayyorlaymiz. Bir kun oldin marinovka qilib qo'yamiz. Ertasi kuni zo'r bo'lib pishib lekin. Maşallah. O'zi bu virusga o'zi yumshoq joyi o'zi. Yana marinovka qilib qo'yamiz-da. Endi laxm ham bering. Bu laxmi. Bu laxm bu qaysi joyi? Orqa sonmi? Orqa son bu. Yo, ko'rinishi ham zo'r inshaalloh. Maşallah. Bismillah. Talablardan kelib chiqib biz menyumizdagi taomlar sonini ko'paytirdik. Bugun bizda menyumizda top qismida tabaka, salyoda pishgan jo'jalarimiz siz uchun tayyorlab qo'yganmiz. Jo'jalarni yeb tugatganingizdan keyin barmoqlaringiz yopishib qolmasa hisobmas. Keyingisi bo'lsa haqiqiy to'y oshi bo'lyapti. Uyg'urcha lag'mon deysizmi, qo'rma lag'mon deysizmi? Undan tashqari mantimizni 4 tasini yesangiz kifoya. Va albatta o'sha hammamizni sevib iste'mol qiladigan moch kichiri. Buyurtma bo'yicha aloqaga chiqing. Tushlik hamda kechki ovqat uchun buyurtmalarni qabul qilamiz va o'zimiz yetkazib beramiz. Buxoriy baraka, Madinadagi o'zbekcha maza.